Savaqdaş, endi S harfi bilan tanışıp beqing. Baş S, o'tira S, o'g'lanmi S, yolg'iz S, Sadir polvon samsiyab uyidan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yomulni teshib chiqdi? Tarxundan keltirilgan is quyoshni to'sib oldi. Quyosh hech nimani ko'ramligashga taqqa usib oldi. Tulki boyvachcha galastik osdi. Timsoh apandi qo'zini ko'rib, hoppuda qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bas, taqda bar yo'lbas. S'ga A'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S-A, sa. S'ga A'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S-A, sa. S'ga O'ni qo'shsak, so bo'ladi. S-O, so. S-A, sa-ni, san. S-A, sa-ni, san. S-O, so, te, sot. A'ga sanni qo'shsak, asan bo'ladi. A, S-A, sa-ni, san. Asan. Kaç kolla. Ey, o'rningdan tura Samsaqjon, o'rningdan tura, tez bo'la. Nima? Ingaklaring qizirib, qash ko'zlaring qap-qora bo'lib ketibdi-ku. Nim bo'lding Samsaq aka? Nimisini deysan Samsaqjon? Odamlar meni tunurg'a solib pishirib, ichimni qaynatib, yuzlarim kuyib ketgil tasliq qoldi. Ular tehi uningdanmi qanoatlanmay, birimizning ustiga birimizni tizib, atayyanlik nashti uchun tayyorlab qo'ydi. Yana bu yerda sukut qilib o'ltirdigan bo'lsak, ular meni yavitdi. Shundaqmi Samsaq aka? Undaqni qanday qilamiz? Qanday qiladi? Senmi qarab turadigan bo'lsan, ular qiymikash bilan chanab, meningni qitig'ini chiqarib o'tadi. Andin qizilmush bilan aralashtirib, qizilga mayga tashlaydi. Aqo'tangning qanday bo'lganligini endi bilib yetgansan? Yo'q. Men qo'rqib ketyapman. Tezroq bir amal topsangchi Samsaq aka. Amal demsa, faqat birla amal bor. Qanday amal? Bu yerda darhol qochib ketish. Qanday qochimiz? Avval asta hoylig'i chiqib qarab boqayli. Egimiz ishlayotgan fursatdan foydalanib, shartli qochib ketamiz. Chaqaroq bo'l. Hali ulgurmay qolamiz bo'lmasa. Tez bo'l. Astroq. U hozir nima ish qilyapti? U hozir sanduq yasayotdi. Biz avval sanduq ustiga chiqib sinab boqayli. Bizga diqqat qilamdi yo'q. Hey, Samsaqjon, sen kichikam chaqqan bo'lgandikan, avval sinab boq. Ma'qul. Mayli, u bizga diqqat qilmadi. Chaqqan qochib ketayli. Oy! Azadlıkka eriştik. Biz erkinlikka chiqdik. Ey, Samsaqjon, ehtiyot qil, orqangga yon, poyez keldi. Voy xudoyim. Aldirab xo'shal bo'lmasliging kerak edi, Samsaqjon. Hey, ko'nglar ayrilganni eyiq ya, bo'lganni bo'ra deb to'g'ri aytibdi-kan. Rasululloh shundoq bo'ldi mana. Endi men yolg'iz nagimi boraman? Hey,